Assalomu alaykum akalar. Shu oxirgi paytlar shu bitta toifadagi, kategoriyadagi bolalar ko'payyapti-da. Oldin ham ko'p edi bular. Shu Yaponiyaga kelib haligi ko'tadan hech kim edi-da, biror ishni qo'llatib qo'ymagan. Na yapon tilini, na ingliz tilini biladi. Hech qaysi rus tilini ham bilmaydi-da. Shu hech narsa ishni bilmaydi, qo'llatib qo'ymagan haligi orqasidan artalmaydigan bolalar qanaqadir trading qilib zo'r bo'lib ketgisi keladi-da. Haligi iqtisodiyotda esini tushunmaydi. Yangiliklarni o'qimaydida, haligi palon pulga haligi uxlamasdan itni azobida ishlagan puliga $1000 ga $500 ga bitta kurs sotib oladida, onasini hamsin. O'shaning orqasidan bitta ko'rib oladi, chiziqlarni o'ynaydi-ku, deb qarab o'tiradi, haligi naqa mishiqqa o'xshab, mishiqlar qarab o'tiradi-ku ko'chadan narsalarni o'ynashiga. O'shaning orqasidan boyib ketaman, zo'rib ketar ekanman deb o'ylaydi-da. Qanaqa farosat bilan o'ylaydi, tushunmayman-da haligi. Ishlar mehnat qil, hali yosh bola, mishqi bolalarda biladi, shuning orqasidan pul topib zo'r ketaman deb biz yurgan ekanmiz. Unda shuncha paytdan beri o'qib, ishlab, haligi inamizni ko'rib